Birlikdə təşkillik hərəkət qilish fərz. Birlikdə hərəkət qilish milliy nuqtadan zərur, şər'i nuqtadan fərz. Milliy nuqtadan zərur deyishimizga sabab düşmanimiz bizni yo'qotish va kimligimizni xitoylashtirish uchun har tarafdan bir tutash hujum qilmoqda. Təşkillik hərəkət qilayotgan bu düşmanga taqobil turish uchun birlikdə təşkillik hərəkət qilishdan boshqa çaramiz yo'q. Birlikdə hərəkət qilish şər'i cəhətdən fərz deyishimizga sabab shuki, dinimiz birlashishga va hamkorlashishga chaqirmoqda. Birlik va hamkorlik shakllantirish uchun tashkillik hərəkət qilish lozim. Tashkillik hərəkət qilish uchun yetakchi saylash va yetakchi bilan a'zolarning orasini radga soladigan tashkiliy tuzum lozim. Unumli xizmat qilishning yo'li tashkil ichida hamkorlashib hərəkət qilishdir. Təşkillik halda elib berilmagan hərəkətni birlik yoki hamkorlik hərəkəti degili bo'lmaydi. Təşkillik hərəkət demək, mas'ul bo'ladigan yetakchi, itoat qiladigan a'zolar, yetakchi bilan a'zolar orasini radga soladigan, har tarafdan mas'uliyat va huquqlarni belgilaydigan, nishon bilan vositalarni ko'rsatib beradigan asosiy tuzumning bo'lishi kerak demakdir. İslam dini har bir ish harakatlarda intizomli va tashkillik holda ish qilishga ahamiyat beradi. Oddisi 3 kishidan tarkib topgan bir guruh kishilar bir ish qilmoqchi bo'lsa, o'zlaridan birini mas'ul tayinlashga buyuradi. İslamning 3 kishidan tarkib topgan kichik bir guruhini tashkillik harakat qilishga buyurganligi tabiiy holda uningdimi ko'p bo'lgan kishilarni tashkillik harakat qilishga buyuradiganligiga ishoratdir. Demak, biror jamiyatda o'zgartish paydo qilish uchun tashkillik harakat qilishdan boshqa chora yo'q. Tashkillik harakatning asosiy siyosiy prinsipni qo'llaydigan sodiq agash kuchlar va agash kuchlarni nishonga boshlab mang'ollaydigan yetakchidan iborat. Birlikda harakat qilish nishon maqsadlarni ishga oshirishning vositasidir. Nishon maqsadlarni ishga oshirish kuchni birlashtirishga va qo'l tutishib harakat qilishga muhtoj bo'ladi. Chunki birlikda harakat qilish jamiyatga va siyosiy prinsipga kuch qo'shadi hamda dushmanning ko'zida hayva paydo qiladi. Birlashish yoki birlikda harakat qilish siyosiy ideologiya asosida hosil bo'ladi. Ayrilishmi siyosiy ideologiya asosida bo'ladi. Shunga birlashish va ayrilishni shaxslarga bog'lab qo'ysak to'g'ri bo'lmaydi. Payg'ambarimiz bu to'g'rida bir-birini Allohning roziligi uchun yaxshi ko'rishgan, Allohning roziligi uchun birlashgan va Allohning roziligi uchun bir-biridan ayrilishgan ikki kishi qiyomat kuni soya yo'q kunda natija qozonadigan kishilarning qatoridandir deyish orqali birlashish va ayrilish uchun metod birligini o'lcham qilib bergan. Shuning uchun bizning ideyamizda shaxslar muqaddas emas, prinsip muqaddasdir. Birlikda harakat qilishning adab axloqlari. 1. Kengash qilish yetakchilik o'lchamidir. To'g'ri yo'l tutgan yetakchi atrofidagi qarindoshlari bilan maslahatlashib ish harakat qiladi. Chunki yetakchi atrofidagi hamma ishlarni bilib bilolmaydi. Uning ustiga ko'pchilikning aqli bir kishining aqlidan kuchli bo'ladi. Kengash bilan ish harakat qilish islomning siyosiy prinsipidir. Onunğa amal qilish farzdir. Payg'ambarimiz vahiy tushmagan ishlarda atrofidagi sahobalarning maslahatlarini oladi. Bo'libmi Hazrati Abu Bakr va Hazrati Umarning maslahatini elib turadi. Bu vajidan bir kuni u ishkaylangan. Agar sizlar bir ishda birlikka kelgan bo'lsanglar, men bu sizlarga qo'shilaman degan. Demak, atrofidagi qarindoshlari bilan maslahatlashib ish harakat qilish haqiqiy yetakchilarning va haqiqiy da'vo egalarining sifatidir. Maslahat elish demak, qo'llovchilarning yetakchi bilan birlikda mas'uliyat tuyg'usini oshirish demakdir. Kuchga kuch qo'shish demakdir. Erkin fikr qilish ruhini yetildirish demakdir. O'zaro tushunish hosil qilish demakdir. 2. Chaqirayotgan da'vosiga samimiy bo'lish. Har qanday bir harakatning natija qozonish sari da'vo odamlarning siyosiy ideologiya asosida birlashishiga va uningga sodiq bo'lishiga bog'liq bo'ladi. 3. Yetakchilikni mas'uliyat deb tushunish. Tashkilotchilik g'oya emas,
balki siyosiy prinsipni harakatlantirish va millatning qiyinchiliklarini hal qilish vositasidir. Buning uchun tashkilotlar har zaman o'zining qurilish g'oyasini unutib qolmasligi, tashkilotni shaxsiylashtirib olmasligi va tashkilotni moddiy manfaat tepishning vositasi qilib olmasligi lozim. Sharqiy Turkiston da'vosi kengash bilan harakat qiladigan, o'zaro hamkorlashishni prinsip deb qaraydigan va xatoliklarni ilmiy shaklda tanqid qilishni qabul qiladigan sog'lom idora tuzumiga muhtoj. 4. Siyosiy itoat ro'yini yetildirish muhim. Yetakchiga bo'ysunish, a'zolar yaxshi ko'rgan yoki yaxshi ko'rmagan, ishning hikmatini tushungan yoki tushunmagan masalalardami itoat qilish va birlik harakati bilan moslashish lozim. Chunki yetakchisiz birlashgan guruhlar mag'lubiyatga mahkum bo'ladi. 5. Moslashish ruhini yetildirish muhim. Har xil tushunchadagi kishilar bilan hamkorlashib xizmat qilish iqtidorini yetildirish, birlashib harakat qilish sohasida o'zlashtirishga tegishli jiddiy ishlarning qatoridan sanaladi. A'zolar birlik harakatiga a'zo bo'lgan kishilar bilan moslashib harakat qilishi, boshqalarning shaxsiy yoqmaydigan mijozlardan ko'z yumishi lozim. Chunki payg'ambarimiz kishilarning shaxsiy mijozi yoki shakli holatidan ko'z yumishga odatlanishga buyurib, agar sizlarga beshining shakli holati quruq uzumga o'xshash bir odam rais saylanib qolsa, uningga itoat qilinglar va uning so'zidan chiqmanglar degan. Buningga asosan birlikda harakat qiladiganlar qarindoshlarining shaxsiy fikrlari va qiziqishlarini ko'tara oladigan bo'lishi muhim. Ba'zilarning ba'zi bir mijozini qabul qilmasa-mu, lekin birlikda harakat qilish prinsipidan voz kechishga bo'lmaydi. Abdullah ibn Mas'ud: "Ey insonlar, yetakchiga itoat qilinglar va birlikdan ayrilmanglar. Chunki birlik Alloh buyurgan arqondir. Sizlarning birlikdagi ba'zi ishlarni yaxshi ko'rmaslikinglar bo'linishda yaxshi ko'rgan narsanglardan yaxshidir" degan. 6. O'zaro keng qo'saq bo'lish muhim. Boshqalar bilan hamkorlashib harakat qilish uchun ijtihod xarakterlik o'xshamagan fikrlarni qabul qilg'idak qalbiy ko'ksi va nazar doirasi keng bo'lish muhim. Ijtihodiy masalalarda har xil fikrlarni qabul qilishdan ichi siqiladigan kishilar, ularning saviyasi qanchalik bo'lib ketsin, birlashib harakat qilishga yaramaydi. Boshqalarning mustaqil ko'z qarash, bayon qilish haqqini inkor qiladigan kishilar boshqalar bilan muomala qilganda keng qo'saq bo'lishning ma'nosini tushunmaydigan mutaassib yoki mustabid sifatli kishilardir. Shunga birlashib xizmat qilishga o'zini ko'ndirmoqchi bo'lgan musulmonlar ijtihodiy masalalar bilan ijtihodga bo'ysunmaydigan nuqtalarni farqlantirib qarab, ijtihodiy masalalarda keng qo'saq bo'lishi intayin muhim. 7. Kishilarning tarbiyalanish sharoitiga rioya qilish. Birlashib harakat qilish sohasida uzun mazgil tarbiya ko'rgan harakat a'zolari garchi o'zlari kuchli hukmlarni tutib maqsamo, lekin atrofidagi kishilarga qarata yengil hukmlarni tashabbus qilishi hamda ularning yuqori saviyadagi kuchli hukmlarga qatilib bo'lmasligidan ichi siqilmasligi lozim. Siyosiy harakat siyosiy ideologiyaga ittifoq kelgan, islomni bir butun hayot tuzumi deb tushungan va siyosiy prinsipning prinsipal asoslariga